qilamiz uni. Ko'pchilik qiziqqan savollarga hozir Munisa javob beradilar. Koreyaga qancha bo'ldi kelganingizga? Yetti yil. Почти bir xil ekan. TikTok olib borishingizga qaynonangiz bilan eringiz qanaqa qarashadi? TikTok olib borishim. Qaynonam okey. Turmush o'rtog'im. To'g'risi aytamaga unaqa g'oyalari beradi o'rtog'im bilan. Hayolimda ham yo'q edi. Katta qizingiz bilan birga video olganingizda katta qizingizdan ruxsat so'raysizmi yoki shunchaki keyin birga video olamiz deganingizda Oldin ruxsat so'ramasdan shuni olaman. Hozir ruxsat so'ramasam bo'lmaydi chunki sochimga o'tish davrida shuning uchun ham ruxsat so'ramasam bo'lmaydi. Xohlamaydi ham o'zi hozir videolar uncha tushmayapman chunki xohlamaydi. Keyin Koreyada yosh bola balog'iga yetganda ota-onasi shunchaki videoga ololmaydi. Bolasidan ruxsat so'rash kerak. Bu jinoyat hisoblanadi. Ustingizdan bolangiz yozib yuboradi. To'g'ri. Qamoqqa ketish niyatim yo'q hali. Eringizda bir ko'rishda yaxshi ko'rib qolganmisiz yoki vaqt o'tib yaxshi ko'rib qolganmisiz? Bir ko'rishda. Men vaqt o'tdi. Unda rosa kelishgan edi. Hozir qorni chiqqan. Unda rosa oziqlim, unda ketuvimizdan keyin semirib ketgan. Uylangan yigitlar qorni chiqadi. Rosa shunaqa. Eringiz bilan necha yosh farqingiz bor? Erim bilan yosh farqimiz 12 yosh. Wow. 12 yosh. Men ham xohlardim o'zimdan kattaga tegishga. Rosta. To'g'risini aytsam, o'zim xohlaganman o'zimdan kattaga turmushga chiqishni. Xuddi erkatoy bo'lib yurishimda erkalaning mana shuni xohlaganman. Qiz bola qizlik paytida nimani niyat qilsa shunga erishadi o'rtoqlar. To'g'ri. Meni dadam yoshligimda meni qizim uyda xizmatkori bor joyga turmushga chiqadi deyishgan, lekin xizmatkorimiz bo'lmasa ham qaynonam ancha ishimga yordam berdi. Yo'q, rostdan, yo'q, to'g'ri tushunmanglar, rostdan. Ancha ishimga yordam berishadi, kirimni yuvib berishadi, ish tovoqlarni yuvib berishadi, ovqat qilib berishadi, bolamga qarashadi. Ancha ziyod nima kerak sizga? Ancha ishladi. Rostdan ham yosh bolalaringizga yoshligidan o'zi katta niyat qilsanglar, albatta shunga erishadi. Boshdan o'tgan. Lekin Koreyada koreys tilini o'ta ham yaxshi bilib olish minus tomonda bo'lmaydi, yomon bo'lmaydi. Chunki koreyslar bilan ishlaganingizda bir-biri bilan gaplashasiz. Hamma narsasini tushunsangiz, ko'proq stress olasiz. Rosta, tekizib gapirishlar bo'ladi. To'g'ri. Yomon tekizib gapiradi koreyslar. O'shasini tushunib qolasiz. Agar koreysni yaxshi bilsangiz, o'sha tomoni minus. Mana shu stress olasiz. Men koreyslarla ishlayman. Har doim ko'chimlarda yuraman. Koreys qizlar hamma dugonalarim bor, mana shunaqa tekizib gapirish, joningizdan o'tib ketadigan gaplar bo'ladi. O'shanga koreys tilini elik-elikday bilib kelaveringlar.